Belisho! Yo'q. Belisho! Yo'q. Belisho! Tushunarli. Qulupnay o'g'risini tutganga o'xshayman. Kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Javob ber. Tegma menga. Kimsan? Nahol jodugarning qiziman. U meni ilonga aylantira oladi. Menga tegsang chaqib o'ldiraman seni. Nimalar deyapsan? Men daryoga ham aylana olaman. O'zim anovi ikki qoya orasidagi buloqda yashayman. Agar menga ziyon yetkazmoqchi bo'lsang, seni pastga, g'orning tubiga itarib yuboraman. U yog'iga seni girdob tortib ketadi. Esing joyidami? Sen po'riq bilan oltin gugurtnigini hidini sezasan. Bu yerga ham ajal boshlab kelgansan. Yo'qol bu yerdan deyapman. Ket. Boshqa bir yerga qaytib kelma. To'xta. La'nati. Ikkimizga ham oson bo'lmagandi o'shanda. Senga qiyinroq bo'lgan. To'g'risi menga ham. Ziray yo'qolganini eringga aytganingdan keyin qay ahvolga tushganimni bilsang edi. Ha, Krisanta, esizdami? Zirakni poytaxtda qoldiribman deyishga majbur bo'lgandim. Vaqtdan yutishimiz kerak edi. Rodolfo o'sha zumrad ko'zli zirakni juda ham yaxshi ko'rardi. Chunki u zirakni avval buvisi, keyinroq esa onasi taqqan edi. Balki qidirib toparman. U ayol aslida pul ham, tilla buyum ham olishni xohlamagan edi. Necha yildan beri sirimiz ochilib qoladi deb bu yerga kelishga qo'rqardim, Krisanta. Kuyinma, bolajonim. Ering necha martalab Kasagrandga kelib ketgan bo'lsa-da, bu ishni sezgani yo'q. Xavotirlanishing o'rinsiz. Xotirjam bo'l, bolajonim. Baribir hali ham qo'rqaman. O'sha ayol tirikmi, yo'qmi? Hanuzgacha bilmaymiz ham. Tepalikda yurgan bo'lsa kerak. Yolg'iz o'zini tashqariga chiqarmagin degandim. Chiqarmay ilojim qancha? Oyog'iga kishan solib qo'yaymi? Echki sutini yemib katta bo'lgan. Endi uloqchada sakrab o'ynaydigan payti keldi. Bir baloga yo'liqmasin ish qilib. Xavotir olmang. Toshdan toshga bemalol sakrab yurishini ko'rib, o'zim ham hayron qolaman. Nima bo'lganda ham yolg'iz yurishi xavfli. Esmeralda uchun xavfi yo'q. Barcha qizlarning ko'zlari barmoqlarda deb hisoblaydi. U istagan joyga quyosh charaqlab turganda ham, zimziyot tunda ham bemalol boraveradi. Unda negadir meni uyimga olib boruvchi yo'lni topolmayapti. 2 kundan beri borgani yo'q. Oyog'iga o'zi xo'jayin. Unga buyruq bera olmayman. Ehtiyot bo'l Daminga. Uni sendan tortib olish mumkinligini yaxshi bilasan-a? Nima qildingiz axir? Esmeraldaga ayt oldimga kelsin. Tushdan keyin kutaman. Xudo olsin seni iloyim. Yuziga qarab qo'rqib ketasan kishi. Darvoq ham bunchalik dahshatli emas. Ishlar qalay? Narsalaring joylashtirib bo'ldingmi? Ha, Rodolfo, hammasi joyida. Xursandman. Ozgina ishim bor edi. Tezroq tugatib olsam, bemalol dam olishga fursat bo'lardi. Menimcha Dionisiyo hammasini taxt qilib qo'ygan. To'g'ri, Dionisiyo halol, unga ishonaman. Lekin uni o'zi qayta ko'rib chiqishimni so'radi. Xose Armando qayerda?
sayr qilgani ketuvdi. Ancha bo'ldimi? 1 soatcha. Undan xavotirlanma. Kap katta yigit bo'lib qoldi axir. Ana o'zi. O'g'limizga bir qaragina. Yaxshi chavandoz bo'pti. Qonida bor-da. Keldingmi? Ana o kishi kelgandi seni qidirib. Aytishicha bir necha kundan beri oldiga bormabsan. Hech qayerga bormayman. Jonimga tegib ketdi. U kun bo'yi meni qamab qo'yadi. Soatlab bekor o'tiraman. Unga quloq solishing kerak. Uni oldida qarzdorligini bilasan-ku. To'g'ri, qarzdorman. U tushdan keyin seni kutar ekan. Nima ham qilardim? Boraman. Oya qarang, sizga olib keldim. Bu orxideyalarni chiroyli. Ular o'sadigan joyini topdim. Rahmat o'g'lim. O'zi ham maza qilib aylandim. Juda ham chiroyli joylar bor ekan. Otda aylanib yurib, bitta g'or topdim. Keyin g'alati bir odamni ko'rib qoldim. Qayerda? Ov qilib yuruvdim. Yurib bir g'orning og'ziga kelib qolibman. U yerda sharshara ham bor edi. Ikkita g'orni og'zidan suv chiqib, yer tagiga kirib ketar ekan. Ha, u yer Kasagrandning shundoq chegarasida. O'sha yerda bir qizni uchratib qoldim. Qanaqa qizni? Juda ham chiroyli qizni. Ana u qo'rqoq milisiya bitta o'zini tashlab ketdi. Qayerda? Sharsharaning yonida. U menga ozgina qulpini bergandi. Hammasi katta shirin. Sizga olib kelmoqchi edim. Cho'chib ketib, hammasini tushirib yubordim. Nimadan cho'chiding? Ana u kishi kelib qolganda. Qaysi kishi? Begona. Otam Kasagrandaning xo'jayini dedi. Qarasam qulpni yeyapti. Gara o'ynayman, bizni bog'dan olgan. Unga do'q qilgandim, qo'rqib ketdi. G'alati gaplarni gapirdi. Otini so'rayman deb qo'lidan tutgandim. Bilagimni tishlab olsa bo'ladimi? Qanday haddi sig'di? Danisiyoga aytaman, albatta kimligini aniqlaydi. Yo'q, dada qo'yavering. Og'rigani yo'q. Qo'rqib ketganiga shunday qilgan bo'lsa kerak. Keyin menga shunaqa qarash qildiki, qarashi g'alati edi. Ayniqsa ko'zlari. Nahvol jodugarning qiziman. U meni ilonga aylantira oladi. Menga tegsang, chaqib o'ldiraman seni. Keyin shunaqangi be'ma'ni, tuturuqsiz gaplarni aytdiki, menimcha uni esi joyida emas. Menga shunaqa tuyuldi. Kim bo'lishi mumkin? Siz bilmaysizmi? Shu yerlik qizlardan bo'lsa kerak. Bu yerliklar juda nochor yashashadi. Polizlarimizga kirib, o'g'irlik qilishlari shundan, o'g'lim. Unaqa emas, dada. U juda go'zal qiz ekan. Unaqa ishlar unday qizlarga yarashmaydi. Bir mahal qo'limdan ushlab oldi. Keyin uni qo'rqitdim. Nahvol jodugarning qiziman dedim. Yana qo'limdan ushlamoqchi edi, tishlab qochdim. U menga ishondi chog'i. Chunki orqamdan quvlagani yo'q. Bir kun albatta qaytib keladi. Albatta keladi. Salom xonimlar. Senyor Rudolfni kutayotgandim. Yaxshimisan, Janisa? Ishlaring qalay? Tashqarida edilar. Ha, shunaqa deng. Bora qolay bo'lmasa. Chaqirib kelaymi? Yo'q, ovora bo'lmang, o'zim. Janisa. Eshitaman. Sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Bemalol so'rayvering. Haligi senyoraga doylik qilgan ayol bor edi-yu.
Esingdami? Ha, albatta, Domingoni aytyapsiz-da. Ha, bilib qo'yish kerak edi. U hali ham tirikmi? Ha, tirik. Uni tirik qolganiga odam ishongisi ham kelmaydi. Voy, nega unaqa deyapsan, Dionisio? Uni boshiga og'ir bir kulfat tushib qoldi. Qanaqa kulfat? Yashab turgan kulbasi yonib ketdi. Xudoning marhamati bilangina tirik qoldi bechora. Dionisio, keldingmi? Sizni qidirib yuruvdim. Krisanta bilan sal gurunglashib qoldik. Xonamga kira qol. Xo'p, hozir. Hujjatlarning bir tushunarsiz joyi bor ekan. Yaxshi, yuring. U ayol tirik ekan. Uni o'lgan. Sirni ham o'zi bilan birga olib ketgan deb o'yladim. Ey Xudo. Tirik ekan. Bormaysanmi, qizim? U seni kutaman degan edi. Hozir boraman. Nimalarni o'ylayapsan? Hech narsani. Negadir juda xomushsan? O'sha ovoz. Notanish bir ovoz qulog'imga kelib urildi. Ha. O'sha eshitganing qanday ovoz ekanligini ayta olasanmi? Domingo. Nega mening ko'zlarim ko'rmaydi? Nega men ko'rmayman? Oh, bolaginam. Bu barchasi Xudoning ishi. Kimdir oq tanli bo'lib tug'iladi. Kimdir qora tanli bo'lib. Kimningdir ko'zi ochiq. Kimdir bu nurdan mahrum. Mahrum? Nega aynan men mahrum bo'lishim kerak? Nega aynan men? Chunki Xudo shuni xohlagan. Xudoga qarshi chiqa olmaymiz. Ko'rish quvonchidan mahrum qilar ekan, Xudoyim nega menga hayot berdi? Bas qil. Shakkoklik qilma. Dunyoga kelganingda sendan hayotdan nishoni ham yo'q edi. Aslida yarim tun edi. Sham yorug'ida seni birinchi bo'lib o'zim qo'limga olgan edim. Agarki yaratgan egam seni hayotga qaytargan ekan, bunga jiddiy sabablar bo'lishi kerak. Har kimning o'z taqdiri bo'ladi deganlari to'g'ri bo'lsa, mening taqdirim qanaqa? G'alati savollar beryapsan. Nega to'satdan bu haqda so'rab qolding? Ilgari ko'zing ojizligidan nolamas eding. Qirlarda ko'zi ochiqlardan ko'ra dadilroq yurarding. Doim o'zingni baxtli his qilarding, shundaymi? Endi nima bo'ldi? Bilmadim. Shu egar juda ham yaxshi ekan. Ertaga otimga mana shu egarni bo'sasan. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bu egar meniki. O'zimni bunday his qilmagandim. Notanish narsaga duch kelganim uchun shunday bo'lyaptimi? Esimni taniganimdan beri men tug'ilib o'sgan soyalar dunyosida har bir narsaning o'z o'rni bor edi. Har bir ovozning o'z nomi. Hamma hidlar menga tanish edi. Agar biror notanish narsaga duch kelib qolsam, qo'limni tegizib ko'rib, uni ko'rganday bo'lardim. Tushunyapsizmi? Adrian tutib kelgan bug'u esingizdanmi? Unga qo'l tegizib ko'rib, bug'u nimaga o'xshashligini so'ragandim.
u aytganda uning oyoqlari uzun, ko'zlari katta va mayin terisi bor. Esingizdami? Esingizdami? Rosa tipirchilagandi. Silab siypalab zo'rg'a tinchlantirgandim. O'shanda u ham sharshara yonida men boshdan kechirgan qo'rquvni his qilgan bo'lsa kerak. Menga quloq sol, Esmeralda. Seni xafa qilishga yo'l qo'yma. Undan nari yur. Kechirasan. Egar senikligini bilmabman. Otimning egari o'zimga yoqmaydi-da. Qolaversa, bu otamning ranjosi bo'lganidan keyin hamma narsa meniki deb o'ylabman. Yo'q, hammasi emas. Salom, yaxshimisizlar? Juda ham vaqtida keldingiz-da. Bu yigitga xo'jayinni hurmat qilish o'rgatilmaganmi? Kechirasiz, bu meni o'g'lim Adrian. Nimaligini o'zim ham bilmayman. Har doim uning ovozini eshitsam, mana bu yerim g'alati bo'lib ketyapti. Qulupmay o'g'risini tutganga o'xshayman. Qo'y bolajonim. Yaxshisi hammasini unut. Bir necha kundan keyin u ketadi. Shunaqa deng. Oxirgi marta bu yerga kelganimda birga o'ynaganimiz esimda. Lekin unda yosh bola edik. Seni tanimabman. Adrian sizni ranjitgan bo'lsa ayting, xo'jayin. Yo'q, hech gap yo'q. Shunchaki egar ustida tortishib qoldik. O'zimga boshqasini sotib olaman. Yo'q, xo'jayin. Menikini ola qoling. Yo'q, aslo olmayman. Bu egarni o'z pulimga sotib olgandim. Agar sizga yoqqan bo'lsa, bajoni dil. Lekin oling, doktor, oling, iltimos bizni xursand qiling. Oling. Xo'p, mayli, rahmat. Adrian, bir sen bilan ovga chiqsam degandim. Nima deysan? Qachon desangiz? Yo'q. Vaqti bo'lganda o'zing aytarsan. Yaxshi bola, to'g'rimi? Xo'jayin narsandasi. Menga qara, o'zingni bosib ol. Bu ranchida bobolarimiz zamonidan beri ishlab kelamiz, bilib qo'y. Bu oilaga doimo sodiq bo'lganmiz. Shahardan sotib olish kerak bo'lgan narsalar ro'yxatini tuzib qo'ydim. Biron narsa kerakmi, bolajonim? Bilmayman, menga nima kerakligini ham unutdim. Hozir Dionisiyonning o'g'lini uchratib qoldim. O'zi ovga birga chiqishimga bitta sherik kerak edi menga. Kasagrandada juda ham baxtiyorsan, to'g'rimi? Bu yerlarning o'z jozibasi bor-da. Men ko'nglimga siqquncha holda chiqarmoqchiman. Qolib ketgan ishlarimni shaharga qaytgach, bemalol davom ettiraman. Seni shunday kayfiyatda ko'rishdan xursandman. Tushlik oz qoldimi? Ishtaham juda ham karnay. Oy, qachon xolasang o'shanda tayyor bo'ladi. Xasintaga aytay, bir nima pishirib. Unda yuvinib, kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Hozir kelaman. Ay, o'g'ling juda xursand. Sen esa nimadandir xavotirdasan, ha? Nimadan xavotirda ekanimni o'zim ham bilmayman. Bu yerga kelganimdan beri dilim g'ash. Hadeb siqilavermaslik kerak. Xavotirlaring o'rinsiz. Agar Rudolfo bilib qolsa-chi? O'g'il xolaganida, to'g'rimi? Lekin bu sirni umrbod saqlay olmaysiz-ku. Bir kuni bu sir albatta fosh bo'ladi. Kechirasiz, doktor. Taqillatib kirgin deb aytgandim-ku. Kechiring, lekin ular sizni so'rashyapti. Kim? Bir bemorni olib kelishibdi. Lekin uni hozir ko'ra olmayman. Ammo buni kechiktirib bo'lmaydi. Ha. Ular doim so'nggi daqiqada kelishadi. O'limi yaqinligini sezishsa yoki kasalxonada joy yetmay qolsagina meni oldimga yugurishadi. Kasallik ko'rmayman. Chiqib ket. Lekin doktor... Yo'qol.
Uni ahvoli meni qiziqtirmaydi. Boshqa bezovta qilma, chiqib ket dedim senga. Kechkimni ko'rgan ko'zim yo'q. Lucio. Senmisan? Kechir, bu g'azab senga qaratilmaganda. Men uchun qanchalik azizligingni bilasan-ku. Rahmat. Men seni shuncha paytgacha kutdim. Men seni juda sog'indim. Bilasiz, kun bo'yi soy bo'yida yurishni yaxshi ko'raman. Quyosh nuri, musaffo havoni his qilgim keladi. Qushlarning sayrog'i, soyning shovullashi dilimga orom beradi. Bu narsalardan bahramand bo'lishing yaxshi, lekin tafakkurni ham unutma. Sen bir kuningni yo'qotding. Axir sen meniki ekanligingni yaxshi bilasan-ku. Mush kabi yaltiraydi. Oyning hidi qanaqa? Oyning hidi yo'q. Lekin u nur sochadi va hamisha sut kabi oppoq. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud. De dos almas que han querido ser dichosas. Qo'shiqni yaxshi aytar ekansan. Qo'ldan kelgancha. Bu qo'shiqni bilasiz deb o'ylamagandim. Nainki, hatto juda yaxshi ko'raman. Senga o'xshab kuylashni, yerda ishlashni o'rgangim kelyapti. Oxiri to'kilmagan ko'ylagingiz molboqarlar kiyimiga almashtirishingizga ishongim kelmayapti. Mayli, ixtiyoring. Lekin men baribir mana shu hayotni yaxshi ko'raman. Hech shaharda bo'lganmisan? Bo'lganman u yerda. Boshda hamma narsa qiziq tuyuldi, lekin keyin shahar shovqini, zich joylashgan uylar jonimga tegdi. Ikkovimizning ham shaharga munosabatimiz bir xilga o'xshaydi. Meni o'zing bilgan joylarga olib bormaysanmi? Odamlar bilan tanishtirarding. Mahalliy sodda xalq sizga ma'qul tushmasa kerak. Nega endi? Pinnariyallar azaldan past tabaqa vakillari bilan muomala qilishmaydi. Ehtimol turmush taqozosi shundaydir. Har holda men bo'sh vaqtimni ko'ngilxushlik bilan o'tkazmoqchi edim. Shu yerdami? Ha. Iloji bo'lsa ayollar bilan tanishmoqchiman. Yaxshilab qulog'ingizga quyib oling. Bu yerlik ayollar suyuq erkaklarni xush ko'rishmaydi. Endi uyingga bora qol Esmeralda. Yana biroz o'tiraylik. Osmon haqida gapirib berayotgandingiz, nimalarni ko'ryapsiz? Yulduz uchyapti. Bu nima degani? Ya'ni yulduz osmonni kesib o'tyapti. Uchayotgan yulduz so'ngunga qadar 3 ta tilak tilasang, ro'yobga chiqar ekan. Afsus. Bunisi to'g'ri kelmas ekan. Baribir ko'rmayman. Nima tilagan bo'larding Esmeralda? Dominganing uyida yegulik ko'p bo'lishini, ko'zim ochilishini va muhabbatimga loyiq inson meni sevib qolishini tilagan bo'lardim. Yo, yomon o'yga borma. Men boshqa narsani nazarda tutdim. Qayerlik bo'lishdan qat'iy nazar men ayollarni hurmat qilaman. Bu yerlik yigitlar qizlarni xafa qildirib qo'yadiganlardan emas. Darvoqe qizlar haqida. Bugun ertalab bir go'zal qizni uchratib qoldim. Tanisang kerak? Bo'lishi mumkin. Uni ovloq bir joyda uchratib qoldim. G'orni yonida. Haqiqatan ham juda chiroyli. Kim bo'lishi mumkin? Sen bilishing kerak. U e'tibordan chetda qoladigan qiz emas menimcha. Kimligini bilsang ayt. Qayerda turadi? Ismi? Bilasizmi, doktor? Iltimos, rasmiyatchilikka berilmaylik. Meni dadam xo'jayinlarni hurmat qil deb tayinlaganlar. Bunaqa gaplarni yig'ishtir. Meni o'z do'stingdek ko'raver. Rahmat.
Agarki u qiz haqida so'rab surishtirayotgan ekansiz, men ham sizga bir narsani aytib qo'yay. Bemalol Adrian, bemalol. Undan uzoqroq yurganingiz ma'qul. Aha. Nimaga endi? Tushunmadim. Chunki siz shahar tarbiyasini ko'rgansiz. Chet ellarda bo'lgansiz. Ayollarga munosabatingiz ham shunga yarasha. Axir aytdim-ku, men hech Har qanday holda munosabatlarimiz farqli. Siz boshqa dunyo vakilisiz. Birimiz yaxshi, birimiz yomon demoqchi emasman. Shunchaki bizlar boshqacharoqmiz. tushundim, lekin men umuman Kechirasiz.